Oshpazlarda bepushtlik kasalligi juda ham ko'p uchraydi. Sababi oshpazlarda birinchi o'rinda moyak sohasi doimo issiq haroratda turganligi sababli bu yerda temperatura o'zgarishini hisobiga, qon aylanish buzilishini hisobiga moyaklarda urug' ishlab chiqarish jarayoni keskin buziladi. Va ikkinchi sababi boshqalarga nisbatan oshpazlarda uyqu rejimi batamom buziladi. Tungi uyqu gormonlarning normada bo'lishi uchun asosiy element hisoblanadi. Lekin bu oshpazlarda buzilganligi sababli spermatogenez, ya'ni urug' ishlab chiqarish jarayoni meyoz 2 davridan o'ta olmaydi va eyakulyatsiya suyuqlikda yetilmagan spermatozoidlar ko'p, yetilgan spermatozoidlar soni esa juda ham kam miqdorda bo'ladi. Agar sizni ham kasbingiz oshpazlik bo'lsa, sizda ham bepushtlik kuzatilayotgan bo'lsa, albatta kasbingizni avvalo o'zgartiring va so'ngra bu jarayonni normaga keltirish uchun davolanishingiz tavsiya qilinadi. Ayniqsa bo'ydoq yigitlarga oshpazlik bilan shug'ullanish tavsiya etilmaydi. Ushbu videoni yaqin oshpaz do'stingiz bo'lsa, yuborib qo'ying.